Hozir biz insonlarning vaqt hisoblash o'lchami orqali vaqt hisoblashga odatlanib ketdik. Shunga bizga nisbatan ma'lum bir sekund nolga teng. Amaliyotda yaqinqi mezgillardan boshlab biz turmush amaliyoti jarayonida mushunda qisqa vaqt oraliqida aloqa qilishga boshladik. Kishilar vaqtni quyoshning egizligi yoki soyasining uzunligiga qarab belgilaydigan davrda vaqtni minut sekundgacha aniq qilmoqchi bo'lgan taqdirda reallikka uyg'un kelmaydi. Ayni chog'da kishilar minutni kari chog'liq, uni o'lchashga asla arzimaydi deb qaragan. 18-asrning boshlarga kelganda soat yuzda ondan minut istirlikisi paydo bo'ldi. Sekund istirlikisining paydo bo'lishi bo'lsa 19-asrning boshlari atrofida bo'ldi. 1 sekundmi intayin qisqa hisoblanadi. Undaqda modern 1 sekundda yana nimalarni qilg'il bo'ladi? Amaliyotda bu vaqtimi nurg'un ishlarni qilg'il bo'ladi. Poyezd mushu vaqt ichida 3 sm atrofida ilgirlaydi. Ovoz 33 sm tarqilaydi. Aeroplan esa 20 metr yiroqlikka uchalaydi. Yer shari modern 1 sekund ichida quyoshning jo'rida 30 metr aylanadi. Ammo yo'riqliq 300 km tarqilaydi. Atrofimizda yashayotgan mikrojonliqlar agar fikr yurgizalisa, modern 1 sekundni ahamiyatsiz vaqt deb qaramaydi. Pashining qanti har sekundga 5-600 qadam qiladi. Shunga bu mezgilda pashi qantini ko'tarishga yoki tushirishga butunlay ulguradi. Insonlarning albatta qurut qo'ng'izlardek qo'lni yo'tkash ixtiyori bo'lmaydi. Insonlarga nisbatan eng tez harakat ko'zni chimilditish bo'lib hisoblanadi. Ko'z chimilditish vaqti taxminan 400 sekund ichida yuz beradi. Agar ko'z chimilditish harakati parchalansa, surati eng tez bo'lgan ko'z yumish harakati 70 dan 90 moddan 1 sekundgacha bo'ladi. Bu moddan 1 sekundga xeli yiqilishib qoldimi qandoq? Bugungi kunda fizika olimlari tajribaxonada 100 milliarddan 1 sekundni o'lchab chiqish iqtidoriga ega. Bu vaqtni 1 sekundga solishtirganda 1 sekundni 3000 yilga solishtirganga barobar bo'ladi. Hayron qoldingizmi? Amaliyotda ba'zida vaqtni faqat insonlarning aniqlamiz ekanligini o'ylab qolamiz. Insonlarning texnik qisqa, kontrol qilish texnik qiyin bo'lgan vaqt uzunligini bayqadi. Undaqda bizmi inkor qilsak bo'lmaydi. Balkim texnik ko'p qisqa vaqt ichida bu vaqt o'lchamiga mos kelgan normal harakat qilgan modda va hayotlik mavjud bo'lishi mumkin. Undaqda ekran oldidagi siz bu masalaga qanday qaraysiz? Sinchiq salonning bu son mazmuni mushahara qilishdi. Agar sinchiq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, ham sinchiq salonning taraqqiyotini qo'llasangiz, bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ralishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchiq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchiq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchiq.